Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan BYD Tang L qisqa obzorni qilamiz. Meni kanalimda unaqa uzun obzorlar bo'lmaydi, faqat vizual ko'rinish, xarakteristikasini aytaman. Hamda puliga stoyt yoki ne stoytligini ham aytib o'tib ketaman. Shunga aniq, to'g'risini aytaman, yolg'on gapirmayman. Ko'ringlar, BYD Tang L mashinasi. Buni o'zimiz olib kelib berdi. Xo'p, birinchi bo'lib narxini aytib o'tib ketsam, hammaga shu joyi qiziq. Bu 43900, 3.5 probeg yurgani. Yengisi 49000 turadi. 3.5 yurganini olganingiz yaxshi. Xullas boshladik. R21 diska, Continental, juda ham jo'ski, letniy balonlar bo'ladi. Orqa ko'rinishi xo'sh, bagajni ochamiz. Anaqa elektron ochiladi, tepada kamerasi bor. Tormoz bosganingizda ikkitasi yonadi. Xo'p, orqani ochganimizda birinchi sizga yoqmagan joy, qimmat mashina olasiz, lekin mana bu qo'lda ochiladi. 1 2. Hamda hozirgi hamma mashinada orqada Type-C zaryadga qo'ysa bo'ladi. Bunda yo'q. Podstakanlikni o'zi bilan bizdan allab qo'yibdi BYD. Xo'p, buni tagida akkumulyatori, yo'q, 6 sideniya akkumulyator turadi. Bu yerda subwoofer, lekin BYDning subwooferligi unchalik ham yaxshi bo'lmaydi. Vati kichkina bo'ladi, lekin kolonkani oldilari zo'r chiqazadi o'zi. Xo'sh, balonlarga keladigan bo'lsak, 265 45 R22 21 perforatsiya qilingan, lekin bitta narsasi, mana bu yoqlari material ekan. Bu yaxshi. Material bu taqir-tuqur qilmaydi. Amortizatorni ko'ryapsiz, datchikli bo'ladi. Datchik degani buni komfort, ekoga qo'ysangiz bo'ladi, o'shanga yumshoq yuradi bu. Ancha-muncha eski tanglar ham shunaqa edi, lekin bunda o'sha yaxshiroq. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha yaxshi. Oldi ko'rinishi, faralari, vidi eskisidan chiroyli. Men uchun chiroyli. Tomida lidari bor. Mana ochilib yopiladi. Eski tanglarda muammo bor edi, bilsanglar. Mana shu har doim ochilmay qo'yaverardi, lekin bunda unaqa emas, xudo xolisa. Eshikni ochiramiz. Eshik yumshoq ochilyapti, lekin o'sha yarmi kelgandan keyin og'ir. Bilasizlar, to'g'ri bu katta eshikligini, og'ir eshikligini. Koja mana bu yog'i plasmas, lekin chiroyli qilgan ekan. Xo'p, kolonka sistemasini ko'ramiz, nimaniki ekanligini. Bu yoqlari xrom. Xo'sh, bu yog'i plastik ekan. Jo'ski plastik ekan, lekin baribir laminatsiya yopishtiramiz biz. Mana bu yoqlari lekin yaxshi, mana uncha qirilmaydi, lekin mana qirilar ekan. Xo'p, pastini ko'ramiz. Mana pastida 3 ta освежитель qo'yadigan joyi hamda zaryadka, fleshka qo'yadigan joylari bor ekan. Sideniyasida obduf, apogref hamda masaji bor. Bitta o'tiramiz. Xo'sh, avtopilot ikkalasi ham bu yerda o'sha avtopilotga javob beruvchi 360 kamerasi bor. Mana cruise kontrolliki, bu mamyon almashtiradiganligi. Xo'p, bu yerda shu multimediaga javob beradi. Mana bunisi juda qulay. Nimagaki, misol yozda ketayotganingizda telefoningizni pastga qilib qo'yasiz, muzdek qilib turadi. Hamda ventilyatsiyasi yaxshi ishlar ekan. Podstakannikka mana shu qilsa bo'lardi, mana shularning boru. O'sha qimmat mashinalarda Xitoyga ham даже mana shularni aniq qo'yapti, zamishli qo'yapti, o'shaning hisobiga ovoz chiqmaydi. Холодильник ochamiz. Mana buni olgandan keyin tagida joy bor. Bu klipsida turadi. Shuni magnitli qilsa yaxshiroq bo'lar. Tagida mana joyi bor. Telefon bor uzr. Xo'sh, endi bu yoqdan ko'rinishi. Salonni ichi katta, zo'r, narxiga ham stoyt. Bo'sini olsangiz agarda, ichlari mana zamish qilingan, taqir-tuqur qilmaydi. Mana buni ichini ham zamish qilish kerak edi, o'zi qilmagan shuni boru. Qilish kerak o'zi bundan bu yog'iga. Chunki zikr-pikirlarda o'sha yerda zamish qilingan bo'ladi. Xo'p, orqasi 7 ta o'rindiq, ani 2 ta, bu 3 talik. Xo'p, endi u yoq qanaqa o'taman desanglar, mana buni qilasizlar. Bo'ldi, mashina o'tib olish kerak. Bu qiyin-da, buni o'tish bor-ku, lekin men misol o'ta olmayman bu yoqqa. Chunki bo'yim 1.88 mi, shunaqa. Bu yoqlari, orqada joy. Qanaqa desam, xo'sh, men buni agar yotqizsam zo'r. Ya'ni yotqizsa bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqdan ozgina yotdi. Bundoq qilsam zo'r. Lekin orqada joy qolmaydi mana. Shunisi bor. Endi yosh bolalar o'tirib ketaveradi. Xo'sh, bu yoqlarni ham ko'ramiz. Yaxshi bu yoqlar ham. Xo'p, mana buni холодильникni ochish uchun birinchi yurg'izamiz, keyin bosamiz buni. Mana холодильник ochildi. Voy, eshitdinglarmi? G'ichillashini. BYD lekin hech g'ichillagan mashina qilmasdi, cho'ta shunaqa qiladigan bo'libdi. Orqada faqat obduf, apogref, masaj yo'q. Siz yana orqasini ko'ramiz. Yo'q, bu yerda ham
anaqa L9 ga o'xshab bunday chiqadigan narsalari yo'q ekan. Lekin ot kuchi yaxshi. Xo'sh, buni 43900 yurgani, agar zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizni где-то 41 ming atrofi tushadi. Agar yangi oladigan bo'lsangiz, shu 49000. O'zingizga tanlab olaverasiz. BYD tang bo'ldi. Aytib o'tdim. 1100 ot kuchi, 100 kWlik batareyka, 860 ta kurchash moment, 600 km yuradi, 3.9 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. Kuzov полный оцинкованный. Kerak bo'lsa aytaverasiz. Sizlar bilan xo'jaga bor bo'ldi. Boshqa obzorlarni kirib ko'ringlar. Xudo xolisa har hafta qo'yaman. Mana shuncha mashinalar bor qo'yaman.